Michael, bo'lajak o'yin oldidan Arsenal haqida qanday fikrdasiz? Biz bu o'yinni sabrsizlik bilan kutyapmiz. Bu katta sinov bo'ladi. Bilasizmi, ular juda kuchli jamoa. Bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin ular haqiqatdan ham o'yinda ham futbolchilar tarkibida ham ko'p kuchli tomonlarga ega. Shunday qilib, bu jiddiy sinov bo'ladi. Ular Chempionlar Ligasi va turnir jadvalidagi o'z o'rinlariga mutlaqo loyiq. Biz buni yaxshi tushunamiz va hech qanday tarzda o'yinga yengil qarashni rejalashtirmayapmiz. Ammo shu bilan birga biz hozirda yaxshi formadamiz va to'g'ri kayfiyat bilan u yerga boramiz. Bu aynan biz xohlagan narsa edi. Bu ijobiylik, energiya, shijoatni his qilish va o'z futbolimizni o'ynash. Ammo albatta biz o'ylaymiz, oson bo'lmaydi. Kerrikning jamoasi bilan uchrashuv haqida nima eslaysiz? Yaxshi xotiralar emas, buni o'zgartirish kerak. O'yinchilarga maksimal darajada diqqatni jamlashda qanday yordam berasiz? Har kuni nima qilishimiz kerakligi haqida gaplashamiz, nima qilayotganimizni va qayerlarda yaxshilanishimiz kerakligini. Biz qanday qiyin bo'lishini yaxshi tushunamiz. Shuning uchun Inter o'yini tugashi bilanoq tayyorgarlikni boshladik. Biz yakshanba kunigacha har bir o'yinchini yakka tartibda va jamoa sifatida yuqori sport formasida bo'lishiga va yana g'alaba qozonishga undashda davom etamiz. Hozirda ko'pchilik Manchester City haqida unutgan ko'rinadi. Ularni hisobga olmayapsizmi? Bu klubning so'nggi 10 yildagi tarixiga va ular nimalar qila olishiga qarash kifoya. Demak, bu Premier Ligada g'alaba qozonish uchun qay darajada bo'lishimiz kerakligini juda yaxshi bilamiz.